Avvalambor assalomu alaykum hurmatli hamshaharlar, hurmatli hamyurtlar. Farg'ona viloyati Beshariq tumani Rabqon qishlog'i Voriqdash mahalla fuqarolar yig'inida yashovchi fuqaromiz Adravat qishlog'ining fuqarosi Maftuna Dehqonovaning o'g'illari Abdullayev Asrorbek Solijon o'g'li. Bu bolajonimiz tug'ilganda orqa miya churrasi bilan tug'ilgan. Uni 3 oylik chaqaloqligida operatsiya yo'li bilan olib tashlangan. Lekin operatsiya natijalari qoniqarli darajada o'zgarmagan. Hozirgacha asorati qiynab kelmoqda. Ya'niki siydik tuta olmay qolgan. Sababli ikkinchi kasallik ham kelib chiqqan. Ya'ni buyrak yetishmovchiligi 5-bosqich avj olgan. Doktorlarning tashxisiga ko'ra, Asrorbekni zudlik bilan Hindiston davlatida jarrohlik operatsiyasi amalga oshirishlik uchun muruvvat pesha, saxovat pesha xalqimizdan yordam so'rashligiga, ko'mak so'rashligiga majbur bo'ldik. Asrorbek uchun muruvvat pesha, saxovat pesha xalqimizdan yordam so'rashlikda ahd aylashdi. Hurmatli, zakoti bor, yaxshiligiga qalbida umidi bor insonlarni hamkorlikka chorlagan holda Asrorbek uchun quyida ko'rsatilgan karta raqamlariga ehsonlari, zakotlarini taqdim aylanishligini iltimos qilgan bo'lardik. Xudo xohlasa, shifosini berguvchi Alloh. Ehson mukofoti jannat deyshadi. Jannatlarda Xudo xolasa Alloh mukofotini taqdim aylaydi Xudo xolasa hammamizga. Bizning ham hammamizning maqsadimiz Asrorbekni mana shu go'zal hayotga qaytarish va birgalikda mana shu Maftunaxonni onalarining ko'zlarida farzandlariga bo'lgan mehr muhabbatni, sevinch ko'z yoshlarini ko'rishlik eng katta maqsadimiz hisoblanadi. Barchalaringdan Alloh rozi bo'lsin.